Qoningiz quyuqmi, yo'qmi bilish uchun katta analizlar shart emas, faqat umumiy qon tahlili va ferritin yetarli. Agar gemoglobin normada, lekin ferritin past bo'lsa, bu qoningiz quyuqlashgandan darak. Ya'ni eritrotsitlar, ya'ni qon hujayralari bir-biriga yopishib, bunday qon tanadan oqib o'tishi qiyinlashadi. Natijada nima bo'ladi? Qon tomirlariga og'irlik tushadi, bosim ko'tariladi, varikoz kuchayadi, hujayralar yetarlicha kislorod ololmaydi. Odam o'zini charchoq, bosh og'riq, kuchsiz his qiladi. Bunday paytda oddiy bosim tushiruvchi tabletkalar yordam bermaydi, chunki ular faqat belgisini yashiradi, sababini yo'qotmaydi. Asl sabab nima? Tanada to'plangan iflos limfa, zo'riqib ishlayotgan jigar va toksinlardan tozalana olmay qolgan ichaklar. Shu tizimlar yaxshi ishlamasa, qon ham, butun organizm ham ifloslanadi. Agar jigaringizni, ichaklaringizni va qon tomir tizimingizni tabiiy yo'l bilan dorisiz, qattiq diyetalarsiz tiklamoqchi bo'lsangiz, buning oson va xavfsiz yo'llarini bilishni xohlasangiz, profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling yoki izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.